Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bilganinglardek ChatGPT bilan bugun craft qilamiz. Har bir craftimni ChatGPTdan so'rab, ChatGPT orqali Mythic'ga craft qilishga harakat qilib ko'ramiz. Sizlarm videoni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Bu videoga ham 300 ta gold qo'yilgan. Komment yozsa shunchaki 2 kundan keyin random tarzda omadinglar kelsa tushib qolishingiz mumkin. Va sizlarga videoni boshlamasimdan oldin Pocket Games botini sizlarga ko'rsatib o'tib ketmoqchi edim. Pocket Games boti bu Standoff bo'yicha eng qulay donat yo'li. Bu qanaqadir adminlarga yozib vaqt ketkazib o'tirmaysizlar, shunchaki akkauntingizga pul tashlaysizlar o'zingizlarning Telegram akkauntingizga va xohlagan paytingizda chiqarib olishingiz mumkin. Ishonchli ham tezkor bot desa ham bo'ladi. Videoni boshladik birinchi navbatda ChatGPTga yozib olamiz. Unga yozganlarimga ahamiyat bermaysizlar, biz vash yaqinimizda как будто jigarlamiz. Maqsadimizni chalg'amaymiz va davom ettiramiz. Короче, craft qilmoqchiman. Qaysi skinni craft qilishimni tavsiya berasan deb yozamiz. Albatta, plyusga chiqishimiz kerak biz. Va ChatGPTning bizga maslahatlari. Aker M4 AVM Desert Eagle USB skinlari deyapti. Hop, necha gold bor masalan, o'ychal mana 1000 goldim bo'lganda bitta noja o'rardim, ахуеть. Menga arzon variant edi, ya'ni nozik ko'pi bilan 500 goldim bor. Epic skindan boshlaymiz. Qani epic skinga nima berar ekan? Okay, Imperial Orange Fable Chameleon. Короче, shulardan skin qaraymiz. Qanday ketdi? Hozir to'xtaylarcha bitta skilllarni o'zini ChatGPTga tashish qaysi skilllarni berar ekan? Bizga Epic Imperial Fable'dan ko'rsatib qo'yibdi. Demak, biz Epic'lardan Star Trek qilmaymiz. Star Trek o'zi ancha tiqib qo'yadi. O'sha uchun iloji boricha Epic'larni qilamiz. Bu screenshot joylarni 2x ko'raman deylar, o'zinglar ham zerikib qolmayishliklar uchun. Harosh bizga USB Ghost berdi. Arzonrog'idan boshlar degan ma'noda. Короче, 10 ta USB ni topib olamiz oldin. Hammayli 10 ta USB dan nima berar ekan? Yebani TikTok qiz boshidan minus. Короче, screenshot qilib turib, buni o'ziga tashlaymiz. Menga TikTok qiz berdi, haroma. Planda bormidi bu narsa? Cho'ta boshidan yoqmayapti-da shu. ChatGPTni craft qiladigan skillari. Короче, ChatGPTning yangi tavsiya kolleksiyalari ko'rib chiqilgan bularni ham. Короче, ChatGPTning birinchi tavsiyasi Imperial kolleksiyasidan craft. Bundan qaysi skilllar olsa bo'ladi sizningcha? Qani? Yo'q, to'rtinchi bitta famizdan qilib ko'ramiz. Bunda ham epic boshlaymiz, legendarga o'tmay turaylik. Legendar balkim qo'qib tashlashi ham mumkin. Shuning uchun famiz 4 goldli. Menimcha normal narsa berish kerak. 4 goldli arzon narsa emasda bu epic uchun. To'xtanglar, faqat famiz masalan MP ham tiqoraylik, bir xil skin bo'lib qolmasin. O'nta famiz belgilab turib, oxiriga men MP-ni qo'yamiz. Qani ketdi. Voy, pitaras, pulemot. Voy, jana 30 gold. Hammayli, endi keyingi etapga o'tamiz. ChatGPTning 3-mi, 4-chi kolleksiyasi. Sizlar vaqtingizdan olmaydi, darrov yig'ib oldim 10 ta skinni. Voy, bella 136 gold. Konkret minus yibani. Men qachon ko'karaman ey? Xo'jning yangi kelgan mana bu RPK'dan craft qilib ko'ramiz. Battle Pass o'zi PUBG ketib qoldimi ya? Xo'yet. Craft qilmoqda men bunda. Voy jalab, yangi sezon deganda craft yo'q ekan. Voy billa, bitta ras.
Короче, 319 gold qoldi. 319 goldga bitta case topib olib o'sha case'ni open case qilamiz. Mana bu 0.01% gold tushishi 0.01% ekan. Case narxi 20 gold. Vosh qizilmas, mana shu case bosamiz. Mana shu ikkala case bosamiz. Короче, bundan yarimta olamiz, bundan yarimta. Gold tushi bilan polniy slev bo'ladi. Nima deysizlar? Balki men bu mifik namli shuklarmikan, milliondan bitta. Ne времени. Na umringizdan baraka toping, Sindov. Akajonim o'zimmi, родноyim o'zimmi. Menga bitta namlis bersang bo'ldi, qaytibdan men bor o'yinga. Voy, pistolet. Именно времени narsa kerak. Ikki onada bilan tekin, почти tekin narsalar turibdi. Voy, xuyet. Namlisiz, хотя временisiz narsa tushmayapti, xuyet. Ve yana времени? Da, yana времени. Boshqa nima bo'ladi? Voy, billa, mujik bo'l, Standoff. Men nima qilaman bu времени narsa bilan deklamoqchi edi-yu. Mujik o'zimni chigaram. Mujiksiz chigar. И вообще mujiksiz chigaram, polni 500 goldni tiqadigan so'zga tiqtiz chigaram mana. Хотя бы men bu временisiz narsa tushmadi, mujik.